Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 63. sure Munafiqun. Madinada nazil bo'lgan 11 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Munofiqlar sening oldinga kelgan chaqda guvohlik berimizki, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni Alloh biladi. Allah guvohlik beridiki, munofiqlar bu so'zlarda cho'qim yolg'onchilardir. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning dinidan to'sdi. Ularning qilmishi nima degan yomon? Bu shuning uchundirki, ular eg'izlarida ishinib, ondan dillarida inkor qildi. Ularning dillari pechatlandi, ya'ni dillariga hidoyat yetib bormaydi. Ular iymonni tushunmaydi. Ularga qaraydigan bo'lsang, badan qurilishi salopatligi seni hayron qoldirdi. Agar ular so'zlasa, so'zining fasohatidan so'ziga quloq solasan. Ilmsiz, aqlsiz, farosatsizlikda go'yo ular tamg'a yo'lab qo'yilgan chirib qolgan yog'ochlardir. Ular qo'rqinchdan har qanday ovozni o'zlariga qartilgan deb gumonlanadi. Ular sana va mu'minlarga dushmandir. Ulardan hazar ayligin. Alloh ularni halok qilsin. Ular qandaqmi hidoyatdan gumrohlikqa burilib ketadi? Ularga o'zri aytib, kelinglar, Rasululloh sizlarga mag'firat tilaydi deyilsa, masxir qilish yuzasidan boshlarini chayqaydi. Ularning takabburlik qilgan holda da'vat qilgan narsadan yuz o'rganligini ko'rsan. Ularga mayli mag'firat talab qilgan, mayli mag'firat talab qilmagan, baribir o'xshash. Alloh ularga hargiz mag'firat qilmaydi. Shubhisizki, fosiq qavmni Alloh hidoyat qilmaydi. Ular Rasulullohning yenidagi kishilarga iqtisodiy yordam bermanglar, ular tarab ketsin deydi. Osmonlarning va zaminning xazinalari Allohning ilkididir. Va lekin munofiqlar buni tushunmaydi. Ular yana munofiqlar Madinaga qaytsaq, eng aziz odam, eng xor odamni Madinadan chiqarib o'tadi deyishadi. G'alba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albining Allohning dushmanlariga emas, do'stlarga mansub ekanligini bilmaydi. Ey mu'minlar, mollaringlar va bolalaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarki shunda qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Biringlarga o'lim kelib, Parvardigorim, nemishqa meni, ya'ni ajlimni bir oz kechiktirmadan sadiq qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun, o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalardan Alloh yo'lida sadiq qilinglar. Alloh hech odamni ajli kelganda hargiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir.